3-chi marta harakat qilyapmiz prямой efirga chiqishga. Uzr so'raymiz albatta. Birinchi marta prямой efir qilishimiz. Xudo xolasa bunaqa aksiyalar yana ko'p bo'ladi. Tak, ovoz eshitilyaptimi? Yaxshi ko'rilyaptimi? Mana biz hozir Taurab kompaniyasi Yangi O'zbekiston massiv sotuv bo'limidamiz. Bizda olyapti. Telegram bilan Instagramdan prямой efir ketyapti. Yangi yil aksiyalari tugadi, nihoyasiga yetdi. Yangi yil aksiyasida Taurab kompaniyasi tomonidan texnikalar qo'yilgan edi. Taurab va Gri kompaniyasi bilan hamkorlikda bir xonali xonadonlar uchun Gri konditsioneri, 2 xonali xonadonlar uchun LG kir yuvish mashinasi va 3 xonali xonadon xarid qilganlar o'rtasida LG muzlatgichi o'ynalmoqda. Bu birinchi etapimizda. Ikkinchi etapimizda eng katta LG xolodilnigi o'ynaladi. Hozir prямой efir davomida sizlarga tushuntirib o'taman. Xullas, biz hozir tayyorlab qo'ydik. Ya'ni bu yerda kim o'ynalyapti? Yangi O'zbekiston massivida dekabr oyida, ya'ni 1-dekabrdan boshlab 2025-yil 2026-yil 10-yanvarga qadar xonadon xarid qilganlar. Ya'ni bu nima degani? Kelib, shartnoma tuzib, shartnomada belgilangan to'lovlarni amalga oshirgan xaridorlar, mijozlar haqida gap ketyapti. Bizda ba'zi birlar kelishgan, shartnoma tuzishgan, lekin to'lov qilmaganlar ham bor. Ular kiritilmadi o'z-o'zidan, ya'ni ular belgilangan to'lovlarni qilishmagan. Shunga aniqlik kiritib ketmoqchi edim. Demak, xo'p, endi sizlarga hozir ko'rsatamiz. Mana ham ko'rsataman. Mana Instagramda bu ham ko'rsatadilar. Mana xonadon olganlar ro'yxati. Bu yerda birinchi bir xonali, mana sekin ko'rsatishga harakat qilaman. Qaytarilayotgan familiya anaqalar yo'q, ko'rishingiz mumkin. Agar balki o'zingizlarning familiyalarini ko'rishingiz ham mumkin. Bir xonalilar ko'ryaptimi yaxshi mana. Tak, endi bu ro'yxatda 2 xonali, 3 xonali, 3 xonali mana 3 yonida 3 xonali xonadon olgan xaridorlar, mijozlar, sekin ko'rsatamiz. Bu zapis qilinyapti. Biz yana batafsil YouTube'ga ham qo'yamiz, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda endi 2 xonali xaridorlar ko'rishingiz mumkin. Mana sekin tayyorlab qo'ydik. Mana shariklarni ham tayyorlab qo'ydik. Ichlari bo'm-bo'sh. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Bizda mana yordamchilarimiz bor. Yana bir yordamchimiz. Balki hozir zalimizda agar xolis anaqa bo'lsa ularni ham taklif qilishimiz mumkin. Hozir 1 minut. Zaldan ham jalb qilishga harakat qilaman. Agar Assalomu alaykum. Biz hozir prямой efir qilyotgandik. Yangi yil sovg'asini o'ynayotgandik. Sizlar xolis sifatida kimdir qatnashib ko'rib bera olasizlarmi? Mumkin bo'lsa. Siz mumkinmi? Shunday ko'rib bering iltimos. Qiyin emas. O'sha o'yin halol bo'layotgani uchun ko'rsatish maqsadida keling. Mana. Agar 10-yanvargacha xarid qilgan bo'lsangiz, sizlar ham ishtirok etayotgan bo'lishingiz mumkin. Sizlar xarid qilmagansiz. Endi ikkinchi etapimiz bo'ladi. Aksiyamizda xudo xolasa ishtirok etish imkoniyati bor. Katta xolodilnik. Mana bizda bu xolis odam olib keldim. O'zingiz tanishtirsangiz, xolis bu yerda ishlaysiz, to'g'rimi? Nimaga keldingiz? Ismi sharifingiz? Assalomu alaykum. Men Odil Izomovman. Uy ko'rgani keldinglar. Qayerdansiz? Andijon viloyatidan kelishdi mana. Buni hozir shunday prямой efirda ko'ryapsizlar. Zalda kim bo'lsa, xolis sifatida olib keldim. Mana hozir sizga mana bu bir xonali olganlar ishtirokchilar ko'rishingiz mumkin. Qani familiya, ikkita familiya yo'qmi, qaytarilmayaptimi? Mana bu 3 xonali olganlar familiya ismi va shartnoma raqami ko'rsatilgan. Bu yerda 2 xonali olganlar. Masalan, bir sizlar ko'rib chiqing. Mana familiya bir xil familiyalar bormi? Qaytariladigan anaqalar bormi? Yaxshilab qarang, mana. Ko'rib chiqing, nazar tashlab. Yo'q-a? Mana bu anaqalarimiz, lotatronimiz bo'm-bo'sh. Bu yoq qopqolani ham ko'rib bir o'zingiz aytsangiz, bizda mana. Yo'q, bular hech narsa yo'q. To'g'rimi? Stolda ortiqcha hech narsa yo'q. Mana bu yerda ham hech narsa yo'q. Bo'm-bo'sh. Hozir biz birinchi etapimizda bir xonali o'rtasida o'ynaymiz. Bir xonali xaridorlar uchun Gri konditsioneri qo'yilgan. Biz buni olamizda sharik qo'yib, mana aylantiramiz. Kimni omadi kelsa, omadda endi.
o'shanga beramiz sovg'a. Xohlasangiz o'zingiz yordam bering. Xohlasangiz mana. To'xtab turing. Ha. Boshlan deydi o'zi. Ha. Boshlarsinmi? Ha, boshlayversiz. Mana bir xonali mana bu 4 ta. Shu mana bitta yo'q, bitta bittasini olib turib, mana qo'shib olib turib. ichiga yuklab bundan aylantirib shunday solib bering. Ha. Siz buni anaqasini qilsangiz shu ichiga solib keyin. Mana. Aha. Ha, qatnashganmisiz? Rahmat. 4 ta bo'ldi. Mana endi mana qatnashmagan bo'lsangiz biz mana maksimal harakat qilamiz halol bo'lish uchun. Omad kimga omad kelsa o'shanga masalan bunda ozgina aylantirib oling. Aylantiring keyin siz hozir agar qarshi bo'lmasangiz olib berasiz. Nima xolis sifatida har xil fikr bo'lishi mumkin-da endi. Nima deydi? 4 ta xolos. O'zi 4 ta ekan. O'ylab turganda aralashtirib. O'zi 4 ta ekan. Hozir endi 4 ta. qarang. U qo'lingizni tiqib bunday aralashtirib olsangiz ham mayli yana bir marta. Aralashtirib sal xohlagan. Ha, aralashtirib oling. Mana bunday Tamam, ko'tarib oling. ha, yana bitta. Ha, aylantirib bunda oting yoki olasangiz. Kurtkangizni cho'mabsiz, apparat. Mayli, mayli. Ha. Yopon. Oy, ochib turibdi. Bo'ldi. Ochib turibdi. Mana 4 ta. Bo'ldi. Oling. Bittasini oling. Oching. To'xtang, tushib ketyapti qolganlar. O'shani oching, mana olganlarimni. Bo'ldi, bu yerda mana 3 tasi qoldi. Bo'ldi, bu o'ynalmaydi. To'xtang. Ha, konsener yutuq egasi qaysi familiyasi va do'g'ri raqamini olamiz mana o'zlari. Andijondan kelgan xonimiz. Tak. Kim? Mamarajabov Bobur Odil o'g'li. Ha? Mamad Aziz. O'qing. Bobur o'g'li. Mana Odil o'g'li Bobur Mamarajabov. Tak, DH998 raqamli shartnoma ekan. Bo'ldi, demak, bu bir xonali bo'ldi. Bir xonali bo'ldi. Endi demak, 1 minut. Hurmatli mana mijozimiz Mamarajabov Bobur aka, bir minut, yana ikkitasini olamiz. Shaxs tasdiqlovchi hujjatlar, keyin shartnoma bilan kelasiz. Sizga gri kondisionerini sovg'a qilamiz, xudo xolasa. Uzr aka. Aha. Tak, davom ettiramiz. Endi ichidan sharik olib tashlaymiz. Eski ha, sharik. bu bilan olib tashlaymiz. Bir xonalilar o'yindan chiqdi. Alohida tashqariga olib tashlaymiz, boshqa joyga. Buni olib qolamiz mana. Mamarajabov olib qolamiz. Bo'ldi, u yoqqa qo'yib oling, bo'ldi. Kerak emas, o'yindan chiqdi. Bo'ldi. Endi 2 xonalilar. Mana. 2 xonali mana chekkada. To'xtab turing. Tasmani ko'rsatavering. 2 xonali. Ismingiz nima deysiz aka? Ha, Nizomiddin aka. Shu yerdalar, xolis sifatida. Ha, yana sharik ichiga solinib, mana shu siz to'g'ri ana ushlab turing buni. Ichi bo'm-bo'sh. Alo. Mayli, bizani kuzatishadi. Chet eldan, Koreyadan, Rossiyadan. Ha, siz ham shu yerdan kuzatuvdingiz? Ha. Uylarimizni o'zi ko'rdinglarmi? Hali ko'rmadinglarmi? Tayyor remont qilib topshiradi bizda Patkrich. Lokatsiya ham yo'qmas. Endi buni otgan uyingizga qarab, to'langan to'lovingizga qarab chegirma qilib berishadi. Mana har xil to'lov uslublarimiz bor. Taqsim kompaniyasi bilan hamkorlikda ham eshitdimi ham? Boshlang'ich 25 to'lov foiz bilan qolganini 60 oydan 120 oygacha. Ha. Bo'lib berish. Ha, shunday. 9 blok deyapti. Mana aprellarga Shuni ko'ring. Bankdan ipoteka, subsidiya, undan ham arzonga tushadi-da xullas. Bo'ldi. U
Tak. Ha, to'g'ri. Ha, ko'rib turibdimi? Tak. Hammasi solindi. Mana hali 3 xonalikda turibdi. Tak, aylantiring. Mana nizomimiz to'rttala xolis sifatida mana o'zlari nazorat ko'rib turibdilar. Mana bir xonali. Aha. Yana bir chayqatib yuboring xolisangiz. Masalan, bitirib olsangiz ham ekan, o'ring. Ha, shunaqa qoringlar. Zo'r. Zo'r. Aha. Menda hammasi ko'rinyapti ekan. Tak. Aha. Bo'ldimi? Bemalol. Siz bundoq aralashtirib olasizmi? Mana kim omadi kelsa shu kishiga rahmat deysizlar. Andijondan kelgan. Ha. Shu Nizomiddin aka Andijondan o'zi kvartira olishga kelishdi. Xudo xolasa keyingi anaqaga o'zingizga yutuvchi qilsin. Tak, mana hozir bu 2 xonali xaridorlar o'rtasida o'rtoqlik qilyapman. Qani? Kir mashinasi kimga nasib qilar ekan? Berdiyeva Oygul Xudoyoqqulovna. Oygul Xudoyoqqulovna DH 996 raqamli shartnoma. Tabriklaymiz. Rahmat. Tak, endi bularni 2 xonaliklarni chiqarib yuboramiz. Tak. Ha, ichligidan olib tashlaymiz. Ichligidan olib tashlaymiz. Mana to'g'rilab stop qo'ying, bir xona, 2 xona, endi 3 xonaliklar qoldi. Yetot deyman. Ketib qolmasin. Tak. Sekin o'sha yoqqa qo'yib qo'yinglar, tushib ketmasin. Tak, bir xona, 2 xona mana. Nizomiddin aka o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz, hech narsa qo'shilgani yoki shu stolga narsalar bo'lib turibdi. Rahmat sizga yordam berayotganingiz uchun. Mana olindi. Endi mana yana bir marta ko'rsatamiz sizlarga 3 xonaliklar o'rtasida muzlatgich o'yinlari. To'xtab turing. Mana o'sha. Ha, siz ham olib ko'rsating mana. Hech qanaqa o'zgargani yo'q. Ketma-ketlik ham turishibdi. Ha, prямой efir bo'lyapti. Tak. Tak. Yosh. Qani endi mamtdan olamiz. Bo'ldi, endi uni solib, mana bo'm-bo'sh. Xuddi hozirdagidek endi o'ynaymiz, aralashtiramiz. Ichiga solinglar. Mana ko'rib turibman. Sal ichga anaqaga kiring siz, kadrga kiring. O'ylashmasin bu chetda anaqa deb. Lekin Nizomni o'zlari ko'rib turibdilar. Mana xolis. Halol bo'lyapti. Ha, yo'da oilalari kutib o'tirishdi, mana xonadan olishga kelishgan edi. Chaqirib oldik. Xudo xolasa mana Instagramda va alohida yana olinyapti. YouTube'ga to'liq videosini qo'yamiz. To'xtatib, birma-bir ko'rishingiz ham mumkin. Alohida video qilinadi. Mana olishyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, xaridorlar, bo'lajak xaridorlar, yana bir marta aytib o'tmoqchiman. Hozir bizada Taqsim kompaniyasi bilan hamkorlikda 100 ta dona kvartira qo'yilgan. Boshlang'ich 25 to'lov bilan, 25% to'lov bilan 60 oydan 120 oygacha, ya'ni 5 yildan 10 yilgacha foizsiz bo'lib to'lash. Nima tizimi asosida olishingiz mumkin, xonadon xarid qilishingiz mumkin. Ursa bo'lin. Xonadonlar soni cheklangan, ulgurib qolinglar. Hasanbek bo'ldi. Ha, olasizlarmi? Hozir yana 1 minut, sizlarga yana ko'rsataman. Mana o'zlari aylantiryaptilar. Tak, 3 xonali xonadonlar o'rtasida hozir o'ynaladi. Kimga nasib qilar ekan? Telegramda ko'rinmayapti deb yozib yuboribdi. Telegramda nima ko'rinmayapti? Elnora, ko'rinyaptimi Telegramda, ko'rinmayaptimi? Telegramda ko'rinmayapti, ovoz, faqat ovoz Telegram.
Nega включить? Yo'q. Hammada shunaqami? Tekshiringlar bir Telegramga kirib. Instagram qotmadi. Menda lekin kamera yo'q-ku, oldi kamera yo'q-ku, mikrofon ham ishlab turibdi-da. Telegramga kiringlar-chi, ko'ringlar, ko'ryaptimi? Nomeringiz yo'q-da. Ha? Nima? Yo'q. Yo'q. Tavrab- Tavrab O'zbekiston. Qurilish kompaniyasiga kiringlar, Tavrab qurilish kompaniyasi. Hozir bir hurmatli Bo'ldi, ko'rindi. ko'ryaptimi? Telegram ko'rindi. Ba'zi birlar balkim kimdadir hozir 1 minut Telegramda ko'rinmayapti deyishayotgan ekan. Instagramda ketyaptimi promo efir? Ha, Instagram ketyapti. Undan tashqari alohida zapis ham ketyapti. Xavotir olmanglar, ko'rsatamiz. Hozir 1 minut. Kimdadir balkim noto'g'ri nastroyka bo'lgandir Telegramda. Kamerasi yoqilmagandir. Ishlayaptimi, ko'rinyaptimi? Mana ko'pchilikda ko'rinyapti, yaxshi ko'rinyapti deyishyapti. Uni nastroykalarga qarab qo'yinglar, ko'rinayotgan bo'lsa, mana ko'rsating. Ko'rinyaptimi Telegramda? Mana Telegramda ko'rinyapti. Siz ham ko'rib turibsiz, mana ko'rib turibman efir bo'layotganini, yo'qmi ko'rib. Xo'p, endi aralashtirdingiz, 3 xonalilar o'rtasida bilamiz kimlar. Hop, bo'ldi. 3 xonali xaridorlar o'rtasida muzlatgich sovg'asi kimga nasib qilar ekan. Tushundingmi? Jumaniyazova Hilola Matkarimovna DH 995 raqamli dogovor 3 xonali mana. Bu endi tak. Bu halol bo'ldi. O'zingiz ayting, mana uzmasdan anaqiga. Mana 1 xonalilar, 2 xonalilar. Bir xonalilar o'rtasida Mamarajabov Bobur Odil o'g'li, 2 xonali Berdiyeva Oygul Xudoyqulovna, Jumaniyozova Hilola Matkarimovna. Bo'ldi, mana saqlab qo'yinglar. Sizga kattakon rahmat. Yaxshi xonadonlar sizlarga nasib qilsin. Rahmat. Mana bular ketdilar, mana xonadon bilan kelganlar. Ha, 995. Hurmatli bizani kuzatuvchilar, mana bugun hozir biz aksiyamiz, ya'ni yangi aksiyamizni tugatdik. Birinchi etapini tugatdik. Mamarajab Bobur Odil o'g'li yutdilar. Gri konditsioneri, Berdiyeva Oygul Xudoyqulovna kirish mashinasi, LG kirish mashinasi, Jumaniyozova Hilola Matkarimovna LG muzlatgichini yutdilar. Mana birinchi etap sovrindorlarini biz ham tabriklaymiz yana bir marta. Hammanglarni bir kunga taklif qilamiz va tantanali ravishda sizlarga o'z sovg'alarini beramiz. Buning uchun sizlar o'zingizlarning shaxslarni tasdiqlovchi hujjat va shartnoma nusxasini olib kelasizlar. Bugun g'olib bo'lmaganlar xafa bo'lmanglar. Sizlar yana keyingi ikkinchi bosqichimizda ishtirok etasizlar. Xuddi shunday o'zimizning milliy bayram, milliy sharqona yangi yilimiz Navro'z bayramigacha Tavrab kompaniyasidan xonadon olganlar ishtirok etadi. Demak, o'zingizlar orzu qilgan xonadonni tanlanglar va keyingi aksiyamizda ishtirok etinglar.